Assalomu alaykum hamshaharlar, assalomu alaykum. Mana bizni Farg'ona shaharga, mana tez tibbiy yordam mana markazimizga ko'rsatilayotgan e'tibor yaratilayotgan shart-sharoitda mana bizning feldsherlarga mana xudo xohlasa mana shunaqa BYD mashinalar berildi. O'zimiz minib bemorlarga mana shu birinchi yordamni ko'rsatib ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Biz bundan xursandmiz. Avvalambor yurtboshimizga rahmat, markazimiz direktori Abdulloh Husanovga rahmat, Bahrom Husanovich o'zimizni direktorimizga mingdan ming rahmatlarni aytamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Biz hech qachon xalqqa xizmat qilishdan charchamaymiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, albatta podishga qilib tursalar ham biz xalqning xizmatidamiz. Sog' salomat bo'linglar.